Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan qadam ko'rsatuvida yana birgamiz. Bugun biz ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida joylashgan Sharof Rashidov uy muzeyiga keldik. Aynan mana shu muzey haqida, ya'ni aynan shu muzeyga yaqinroq bo'lish niyatdamiz. O'ylaymanki, siz ham bizga hamroh bo'lasiz. Yangidan yangi ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Ba'zan bir uy ostonasidan tarix boshlanadi. Oddiy ko'ringan xonadon devorlari orasida bir xalqning kechagi kuni, orzu-umidlari va buyuk shaxsning hayot yo'li mujassam bo'ladi go'yo. Ana shunday maskanlardan biri Sharof Rashidov uy muzeyidir. Sharof Rashidov uy muzeyi 2017-yilda hurmatli prezidentimizning qarorlariga muvofiq tashkil qilingan. Muhtaram prezidentimiz juda qo'llab-quvvatlab, mana Jizzaxdan uy muzeyi ochildi. U yoqqa Jizzaxdan katta yodgorlik haykal qo'yildi. Mana hozirgi mana shu o'tirgan uy muzeyimizdan prezidentimizning tashabbuslari bilan ochilgan muzey. Muzeyda 3000 dan ziyod eksponatimiz bor. Har bir eksponatga kelganda odamlar ko'rib turib, kitoblar bilan qo'shganda eksponatlarning hammasi 3000 ta. Bu yerga qadam qo'ygan inson nafaqat muzeyni tomosha qiladi, balki vaqt sahifalari bo'ylab sayohatga chiqadi. Har bir eksponat bir xotira, har bir surat bir davrning guvohi, har bir kitob esa qalbdan qog'ozga ko'chgan fikrlar xazinasidir. Bu uyda nafaqat davlat arbobi, balki inson qalbini teran anglagan adib, xalq dardi bilan yashagan fidoyi insonning hayot izlari saqlanib qolgan. Sharof Rashidov 1917-yilda 6-noyabrda Jizzax tumanida tug'ilganlar. Mana shu Jizzax tumanida maktabga borib, maktabda a'lo baholarga bitirib, so'ngra maktabdan Jizzaxda birinchi ochilgan O'zbekiston Respublikasi pedagogika texnikumiga o'qishga kiradilar, bilim yurtiga. Shu bilim yurti 35-yilda tugatadilar. Ilgarigi O'zbekiston Davlat universitetida, hozirgi Samarqand Davlat universitetiga filologiya fakultetiga o'qishga kirib, uni 41-yilda tugatadilar. O'qish davomlarida birgalikda gazetada muharrir bo'lib, hamda harf teruvchi, bu paytda shu gazetalarda harf teruvchi bo'lgan, harf teruvchi korrektor degan shu vazifalarda ishlaganlar, ham muharrirlik qilganlar. Bundan keyin urush boshlangandan keyin urushga ketganlar. Bu 42-yilda yaralanib, keyin qaytib kelgandan keyin yana Samarqandda ish boshlaydilar. Samarqanddan 47-yilda Toshkentga ishga o'tadilar. 47-yilda o'sha Qizil O'zbekiston hozirgi xalq so'zi bo'lgan. Shu redaktor bo'lib, undan keyin O'zbekiston Yozuvchilar Soyuzi raisi, undan keyin 50-yildan to 59-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy Soveti Prezidentining raisi bo'lganlar. 59dan to umrlarining oxirigacha 83-yilgacha O'zbekiston Kompartiyasining birinchi sekretari lavozimida ishlaganlar. Sharof Rashidov ishlagan davrlarda o'zingizga ma'lum, urushdan keyin davlatda ahvol juda ayanchli bo'lgan, iqtisodiyot juda past bo'lgan, odamlar yashash darajasi juda past bo'lgan. O'zbekiston davlatini qayta qurishga jonbozlik qilganlar. Xalqni shunga jalb qilganlar. Mana shundan keyin mana O'zbekiston o'zingizga ma'lum urushdan keyin ancha rivojlangan. O'tgan asrning ittifoqida mana shu O'zbekiston o'sha ittifoq davlatlari ichida katta salohiyatga ega bo'lgan. Atoqli adiblarning, davlat arboblarining Sharof Rashidov haqida fikrlari u yerda joy olgan. Muzeyda qarab turib, dunyo tanigan Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan odamlar ham shu haqida shunday fikrlarni aytgan ekan deydi. Qarang, Sharof Rashidovni butun dunyo taniganda. Mana Nikita Sergeyevich Xrushchev rahbar bo'lgan paytda sobiq SSRga Sharof Rashidovni Hindistonga borayotganda ergashtirib olib ketgan. Sen sharq odamisan, ularni nimasini, mentalitetini bilasan deb. Shu safari samarasi o'laroq Kashmir qo'shig'ini yozdi kishi. Sharof Rashidov muzeyida har bir eksponat, bir sahifa, har bir surat bir xotiradir. Bu yerda saqlanayotgan mana bu portfel oddiy buyum emas.
balki davlat arbobining kundalik hayoti, qarorlari va mas'uliyatini o'z ichiga olgan ramziy merosdir. Bu eksponatlar har xil joylarda, oila a'zolarida qo'lida, qarindosh urug'larni qo'lida bo'lgan. Bularni mana shu prezidentimizning tashabbusi bilan qilingan, qabul qilgan qarorlarga asoslanib, shulardan hammasini mana shu hozirgi uy muzeyga jamlangan. Mana shu bu yerdagi bor eksponatlar hammasi qimmat bo'lgan. Lekin juda bir men ikkita uchta eksponatlarga to'xtab o'tmoqchiman. Mana bizning oldimizda mana shu portfel turibdi. Mana shu portfelda Sharof Rashidov o'zlari Samarqand davlat universitetida o'qiganlarida o'zlari shu portfelda olib yurganlarda, tutib yurganlarda qaytib ketib turib do'stlariga tashib ketganlar. Do'stlari buni 2000-yilda oila a'zolariga olib kelib berdi. Mana shuni Sharof Rashidov menga berib ketgandilar do'stim bilan. Mana shu juda bir qimmatbaho eksponatlardan bittasi. Nariga xonamizga kirsak, 4-xonada mana shu Sharof Rashidov kiygan kiyimlari bor. Shu kiygan kiyimlarning o'rtasida frak bor. Bu frak tarixi shundayki, 58-yilda SSR delegatsiyasini Eron shohi Muhammad Rizo Pahlaviy qabul qilish kerak bo'ladi. Shu delegatsiyani ichida Sharof Rashidov bo'ladilar. Shunda Moskvadan xabar keladiki, shu anonga borishga uchrashuvda frak kiyish kerak. Lekin bizda O'zbekistonda hech kim bu frakni kiymaydi, unda kostyum shim kiyishgan. Shuning uchun frakni ulardan aytishadi, qanday tikilishini bu yerda Toshkentda o'zimizda tikuvchilarimiz Sharof Rashidovga bir kechada tikib berishadi. Mana shu frakni o'sha Muhammad Pahlaviyda oldiga kiyib kelganlar. O'sha qabulda bo'lishgan. Bitta bu Sharof Rashidov borgan delegatsiya hamma shundan frakda bo'lgan. O'sha ham juda bir asosiy. Mana ortimda Sharof Rashidov dutorlar, o'zlarining dutorlari. Sharof Rashidov oila a'zolari bilan o'tirganda dutor cholib bitta xirgoyi qilganlar. Lekin boshqa joylarda qilmaganlar, lekin oila a'zolarida mana cholib shu narsani o'zlari yaxshi ko'rganlar. Bu yoqda yana bir eng yaxshi ko'rgan narsalardan biri kitob o'qishni yaxshi ko'rganlar. Juda ham mana shu bibliotekada turgan kitobda aytishlari bo'yicha hammasini o'qib chiqqanlar. Bu bibliotekada turgan kitoblar ko'p yo'qolib ketgan. Sharof Rashidovda Toshkentda uylari bo'lmaganda, uylari o'sha paytda ittifoq davrida ularni uylaridan bo'shatishgandan keyin ular qarindosh urug'larniki, aka singil shular hamma bo'lib olib ketishganda shu u qo'ldan bu qo'lga o'tgan paytda ko'p kitoblar, ko'p eksponatlar ham yo'qolgan. Lekin Sharof Rashidov Gorkiyda ona romanini ko'p o'qigan ekanlar. Shuni yoddan bilarkanlar. Bitma-bit mana shu aytishlari bo'yicha shu bironta odam ona romanini o'qiganman, o'qiyapman desa, falon betida shunday deyilgan, shuni o'qi deyman deb so'rab, yo'q, shunga javob berar ekanlar-da. Shu darajada o'sha ona romanini yaxshi bilar ekanlar. Muzeyning eng qimmatli jihati shundaki, u o'tmishni shunchaki namoyish etmaydi. U insonni o'ylashga, anglashga va albatta xulosa chiqarishga chorlaydi. Aniq bunga axborotimiz yo'q-ki, lekin mana dugonalar degan she'rlari bor. Bu ashilla qilib aytishgan. Shuni tarixi Sharof Rashidov Jizzaxga kelsalar, uyga kirib kelsalar, 3 ta ayalari bilan yangalari, hammasi dugona bo'lishgan yangalar. Shu o'tirishib, suhbat qilib o'tirishgan, Sharof Rashidov kelganini bilishmagan. Sharof Rashidov ancha kuzatib o'tirganlarda, o'tirib, keyin ularning suhbati shu daraja qiziq bo'lganki, tashqaridan kelgan odamga sezishmaganlar. Sezishmagandan keyin Sharof Rashidov keyin anchadan keyin assalomu alaykum deb, Sharof kelibdi, ko'rishgandan keyin shunda shular bilan suhbatlashib o'tirib, o'shalarning suhbatini ko'rib, Sharof Rashidovda g'oyat tug'ilib, dugonalar bormisiz, omonmisiz degan she'rlarni o'sha kechasi yozgan ekanlar. Shu o'sha ayalari, yangalari, amakilarining xotinlari 3-4 ta dugona gaplashib o'tirsa, shunga atab yozgan ekanlar. Shunday deb aytib berishgan. Sen böylesin
Biz Qobilova mashq qilyapti. Eshitamiz. Bugun axborot tezligi yuqori bo'lgan zamonda yoshlar bir tugma orqali butun dunyo haqida ma'lumot olishi mumkin. Ammo haqiqiy tarixni his qilish uchun ekran emas, muzeylar kerak. Chunki muzeylarda tarixni ko'rish, albatta his qilish mumkin. Şimdi Komalaga bo'lgan birinchi Sharof Rashidning kattalari. Keyin Sharof Rashid bo'lganlar, keyin Isom aka bo'lgan. Keyin So'g'ob aka bo'lgan. Keyin Asl aka bo'lgan. Pidini tashlagan kishi yaqinda bir Coviddan ketdilar. Keyin Nasr aka bo'lgan. 6 ta aka bo'lgan bular hammasi. Sharof Rashidni bizni dadamizni apalari bo'lgan, Qo'ysini, radnoy tug'ishgan apalari bo'lgan. Qo'ysini. Shuning uchun o'sha endi birimiz Ilhom akam bilan rahmat bo'lib ketdi. 24-yilda. Oyim bunday o'tkazib qo'ydilar birga. Ilhomjon dedilar, "Riyadam siz" dedilar. Yonda o'tir olimjon dedilar. Ya amakim kichkina o'zim bilagan. Zachем dedilar Ilhom aka. Ne, tam pasidi Riyadam bilan. Oyim turdilarda amakim tomonga qarang dedilar. Sharof Rashid uch qaydim yo'qmi bilgan. Arabaga rahmat deyapti. Haqiqatan o'shanaqa uch qaragan bir. Sharof Rashidov uy muzeyiga kelgan yosh avlod bu yerda faqat eksponatlarni ko'ribgina qolmaydi. Balki mehnat, matonat va vatanparvarlik saboqlarini ham ko'rib, o'z ko'zlari bilan guvoh bo'ladi. Buyuk insonlar muvaffaqiyati tasodif emasligini aynan mana shu yerda anglaydi. Har bir yutuq ortida bilim, izlanish va xalqqa sadoqat turganini qalbdan his qiladi. 83-yil oktyabr oyida u kishi vafot etgan bo'lsalar, lekin xalq u kishini unutgan emas. U odamlarning yuragida yashab keldi u odam. Shu o'rinda yana bir narsani aytishimga to'g'ri keladi, bemin sal maqtanishga to'g'ri keladi-da. Men Muhammad Yusufni hangama qilganman, shoir Muhammad Yusufni. Notinch ruh degan she'r yozgan u kishi. Notinch ruh she'rini yozganda bir hangama qilib o'tirganimizda aytdi, shu she'rni berganman dedi, hali gazetada chiqmayapti dedi. Yonida o'tirgan bir domla bor edi, meni o'qitgan va dedi, "Bir Imomberdiga bering" dedi, u kishi dedi, gazetada chiqaradi dedi. Haqiqatan keyin gazetaga olib bordim she'rni. Mana shoir bilan marahli suhbat degan saroqqa bitta maqola berdimda, u kishining notinch ruh she'rini ilova qo'yardim. Viloyat gazetasida bosilib chiqdi. Shu viloyat gazetasida bosilib chiqishi bilan parallel ravishda Xalq so'zi gazetasida ham bosildi narsa. Mening maqolam emas, Muhammad Yusufning alohida she'ri. Amir Temur haqidagi Sharof Rashid haqidagi she'ri. Shu she'rlar endi nimada turibdi. Bu aytilayotgan so'z shuki, Sharof Rashidov qadriyati qanday qilib qaror topdi? U debochasi qayerdan boshlandi? Boshlash muqaddimasi. Aytmoqchi bo'lganim shuki, Jizzaxlarning qalbidan o'chmas iz qoldirgan, nafaqat Jizzaxlarning, butun O'zbekiston xalqining yuragidan yaxshi o'chmas iz qoldirgan inson edi. U kishining yozgan asarlari, namunalari u yerga qo'yilgan. Bosilib chiqqan nimalari. Jizzaxga kelyapmiz-da, mamlakatdagi uylanyapti-da. To'sana dedilar. Ertaga tog'ani bor tabriklab kelamiz dedilar. To'y qilib, o'g'ilni uylantiryapti ekan dedilar. Lekin to'yga borib qatnasholmaymiz biz dedilar. Endi u vaqtda bilasizki, to'ylarga unaqa odamlar qatnasholmas.
keyin Olimjon ham boradi dedim. Ha, Olimjon boradi, to'yni o'tkazib, keladi keyin bir kun o'tkazadi. Men vaqt abituriyentman, hali examen boshlanishiga 3-4 kun bor. Keyin shu bilan keldik. Bu kishini kamtarligiga men shunda bitta narsaga tan berdimki, qarang, shunday durmindan chiqdik. Bu yerda amakim orqada, u yerdan men bu tomonda o'yib turibdilar rahmatli. O'ldi Baysamich ergashib turgan Gero Sovet Soyuz bor komissarlar. Chopinlar axloqda keldi, quloqmaydi. Shunday qarang kamtarligingda, Lunacharskdan to'g'ri kelish kerak edi. Toshkent ishi bilan chiqish kerak. Toshkent ishi chiqqandan keyin ko'chalar bekiladida. Toshkentda bezovta qilmaymiz Baysamich ishlar. Через Chimkent yo'li bilan ipodromdan chiqamiz. Alashibga aytdilar. Keyin Alashibga telefon qilib Baysamich, Aljon aka, через Kalsavga chiqib ketamiz. Toshkent shahrini bizda qilmas ekan. Ketdik, chiqdik. Toshkentdan o'tdik. U kishini yana bitta narsasiga men qo'l qoldimki, bunday speedometrga qarasam 140 ketyapti. Zil 117 mashina. Baramirovaning mashina. Alashibga Volga 140 tutab ketyapti mashinasi. Endi Volgani shunaqa adati bor edi, 140 haydasa motor o'lib qolardi. 130 dan oshirish kerak emas-da. Ha. Keyin Sirdaryogacha keldik. Sirdaryoda Qudrat Ahmedov obkom sekretariy edi o'sha vaqtda. Kutib oldi o'sha yerda, keyin o'sha yerga bir piyola choy ichishdi-da. Keyin oyim ikkovimiz Qudratlar Ahmedov mashinasiga o'tdik-da. Keyin bular yil 100 kelishdi. Keldi, to'xtallar mana boboy uyinda. Mana shu Sivta bormi? Sivta bor shunday o'ng qo'lda dadam uylari bizda boboy. Shu yerda chinor bo'lardi katta. To'xtallar, tushdilar hamma bilan to'g'ridan magazin mo'zanam bor. Balachalar turibdi, endi ko'p odam to'lib ketgan Rashidov kelyapti deb. Tushib hamma balachalarning peshonasidan o'pib chiqdilar, qo'l berib ko'rishib. Odamlar bilan ko'rishdilar. Islarga tushib qoldi, daraxtlarga yaqinlashganlar. Bunday qarorlarda menga orqadan kelyapti, men 10 metr, 5 metr bordi. Olimjon dedilar. Olimjon deganlardan keyin Baysamich komissarlari Ergash Baysamich ishtama Sharobjon aka dedi. Sharobjon aka gapiradi turibdi. Olimjon chaqiring dedi. Keyin meni chaqirdilar. Olimjon amaki chaqirdi. Keyin ularga bo'ldim. Moshinani betdan yo'q qiling dedilar. Moshinani zil 117 ni yo'q qiling betdan dedilar. Ha, o'sha vaqtda Soyuz vaqti Brejnev qaror chiqargan ekanki, KPS markaziy komiteti siyosiy byurosi a'zosi bilan a'zolikka kandidatlar faqat zil 117 yurish huquqiga ega ekan, minish huquqiga. Keyin men so'rashtirdim. Avror aka, nima mashinani betdan yo'q qilib aytdilar. Shular qanaqa chiqqan? Mumkin emas deb. Ba'zi bir odamlar kelib, rasmlarni ko'rib turib, u rasmlar qayerda bo'lgan, qaysi sharoitda olinganlarini aytadi. O'sha juda bir har kelgan odamlardan har xil yangiliklar eshitasizda. Mana bir aytadi, men dedi Sharor Rashidovni ko'rishganman. Bir aytadi, men paxtada ko'rganman. Bir aytadi, mana yaqinda bittasi aytib berdi, bizda da piyoda kelsa bir chayka kelib to'xtadi. Bolalar, ha, qayerga boryapsizlar? Ha, bizda olib kelgan mashinga paxtani ortib, xilobzavodga jo'natib, piyoda uyga ketyapti. O'tiringlar mashinga deb uyimizga aytib qo'ydi. deb bir otaxon aytib beryaptilar. Men maktabda o'qiganimda shunday bo'lgan. Endi men aytmoqchimanki, juda xalqparvar inson bo'lganlar, shuning uchun bir suhbatlashgan odam u odam bilan suhbatlashishga mana misol qilayotganimizda Gagarin bilan juda yaxshi aloqada bo'lganlar. Muzeylar millat xotirasining tirik ko'zgusi. Agar xalq o'z tarixini unutsa, kelajak yo'lini topish qiyinlashadi. Shu bois muzeylar nafaqat madaniy maskan, balki ma'naviy tarbiya maktabi hamdir. Bugun yoshlar muzeylarga qanchalik ko'p tashrif buyursa, ularning tarixga bo'lgan qiziqishi shunchalik ortib boraveradi. Tarixini bilgan inson o'zligini anglaydi. O'zligini anglagan inson esa kelajagini mustahkam qura oladi. Bu yerda albatta Sharob Rashidovning dunyoga kelishi, qanday oilada dunyoga kelgan, ularning ajdod avlodlari haqida to'liq ma'lumotlar berilgan. Bu katta shajara devorga qo'yib qo'yilgan. Maktabda o'qigan davrlari, texnikumda, Jizzax pedagogika texnikumda ta'lim olgan, o'qituvchilik qilgan, o'zi ta'lim olgan maktabda. Keyin Ikkinchi jahon urushi boshlangandan keyin ko'ngilli bo'lib o'zi frontga ketgan. Bu yoqda jangovar orden bilan taqdirlangan.
qo'ldan yaralanib yarador bo'lib turib keyin haligi jo'natilgan yurtiga qaytib kelgandan keyin Samarqand davlat universitetida filologiya fakultetida tahsil oldi u kishi, lekin jurnalistika u kishining o'zi hobbisi edi shu paytlarda mening nazarimda. Ko'plab maqolalar yozgan. 32-yilda Jizzaxning ilk matbuot nashri tashkil bo'lgan. Dastlabki she'rlar ana shu gazetada bosilgan. Sharif Rashidning she'rlari. Bu yerda saqlanayotgan har bir hujjat, har bir qo'lyozma va har bir buyum bizga bir haqiqatni eslatib turibdi. Vaqt o'tadi, ammo ezgu ishlar, amallar doim qalblarda qoladi. Sharof Rashidovning hayot yo'li ham aynan shunday ibrat maktabi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Uning faoliyati, ijodi va xalq uchun qilgan xizmatlari bugun ham minglab yoshlarga ruhiy kuch bag'ishlayapti. Muzey zallarida yurar ekansiz, go'yo o'tmish bilan bugun uchrashgandek. Kecha va bugun o'rtasida ko'rinmas ko'prik barpo bo'lgandek tuyuladi. Bu ko'prik orqali yoshlar ajdodlar merosini anglaydi, kelajak oldidagi mas'uliyatini his qilib yashaydi. Amakim rahmatli Husanoyim, kelinlari Ilhom akam, shu 20-da ko'chasida mana shunday kichkinaroqda ovqatlanagan joylari. 6 metrga 4,5 metr ovqatlanagan joylari bo'lardi. Keyin bir kun o'tdi, ikkinchi kun o'tgandan keyin Husanoyimdan so'rabdilar, "O'limjon, qani? Nima meni ko'rgani kelmaydi?" Keyin oyim aytdilar, "Amaki shunday bo'lib qoldi, O'limjon. Uni tinchmadilar?" "Tinch. Hech gap yo'qmadilar." Men aytdim, "Yo'q. Odamlar shunaqa gap chiqaribdi, Sharof Rashid inkor qildi. Bo'lmas ekan degan gaplar eshityapti." dedi. "Yo'q, uni mazasidan eshityapman." Keyin shu bilan kechga tomon aytdilarki, "Siz dedilar amaki chaqiryapti." Kiring dedilar. Keyin kirdim, 7:30-8:da. Qishda edi, dekabr oyida. Oq belgida o'tgan ekanlar, mana kalavatlarni mana xonada o'tdim. Assalomu alaykum aka, kirdim, kirib gaplashdik. Siz mana bu yerda, yo Toshkentda, shu turayotgan joylarda, domda. Siz mendan xafamisiz dedilar, so'rashdi. Yotibdilar pastda, infarkt bo'lganlar birinchi. Aytdim, "Yo'q amaki, nima meni ko'rgani kelmaysiz?" dedilar. Men aytdim, "Shunaqa deb eshitdim." Oyim aytdilar, 40 kungacha mumkin emas ekan. Bezovta qilish. Boshqalarga mumkin emas, sizga mumkin dedilar. Kuniga kelib turgan odam edi. Kelishdimi dedilar. Juda kamtarin odam edi. Kechqurun прогулканы oyim ikkovlari ko'p прогулка qilishardi, kechqurun yurishardi 1 kilometrga, o'sha Durmenda ham, buyog'da ham. Borib kelishardi, birdan buyoqqa, birdan buyoqqa, birdan buyoqqa. Endi u odam Xudo rahmat qilsin, zo'r odam edilar. Kechagina ko'zim oldida turibdi-da, mana shu. Gapi quloqimda turib gapiragan. Bugun mamlakatimizda muzeylarga bo'lgan e'tibor yil sayin ortib boryapti. Yangi ekspozitsiyalar tashkil etilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy qilinyapti. Bu esa muzeylarning yoshlar uchun yanada qiziqarli va jozibador maskanga aylanishiga xizmat qilyapti. Zero muzey bu shunchaki buyumlar saqlanib turgan bir manzil emas. U millatning xotira kitobi. Unda xalqning kechagi kuni, buguni va ertangi orzulari mujassam. Sharof Rashidni yurakdan anglayman degan inson muzeyga qadam ranjida qilish kerak. Muzey Sharof Rashid kim ekanligini va qanday yashaganligini, qanday voqealardan boshdan kechirganligini so'zlab beradi o'zi. U yerda nafaqat ekskursovod, o'zi eksponatlarni o'zi aytib turibdi u yerda. Hammasi bizga yorqin taassurot bera oladi. Shuning uchun bu muzeyga hamma qadam ranjida qilish kerak, hamma kelish kerak, ko'rish kerak. Ayniqsa yoshlar. Kattalar ham kelish kerak albatta. Bizlar masalan shu davrlarning jonli guvohimiz. Pardashxo'rchi ham shu davrlarning jonli guvohi. Lekin bizning aytib berganimiz boshqa. O'z ko'zi bilan ko'rgani boshqa bir narsa. Bu yerda muzeyda yana bir texnologiya yangiliklar ham yaratish kerak-da. Mana islom sivilizatsiyasi markazida qanday yangi nimalar nima qiladi yoki Imom Buxoriyda bu yerda ham mablag' ketsa ham shunaqa narsalarni joriy qilish kerak. Sharof Rashidov uy muzeyi ham ana shunday muqaddas dargohlardan biri.
Bu yerga tashlangan har bir qadam insonni tarixga yaqinlashtiradi, ma'naviyatga chorlaydi va albatta qalbida vatanga muhabbat tuyg'usini yanada mustahkamlaydi. Chunki buyuk insonlar qoldirgan meros faqat o'tmish emas, u kelajakka yo'l ko'rsatuvchi bir shamchiroq, nurdir. Muzeylar esa ana shu nurni avloddan avlodga yetkazib kelayotgan ma'naviyat maskanidir. Muzeyga kelgan inson borki, o'zida qandaydir ruhiy ishonchni, kuchni his qiladi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Aynan mana shu Sharof Rashidov uy muzeyiga keladiganlarning keti uzilmaydi. Har kuni albatta mana shu muzey bilan qiziqqan yoshlarimiz, olimlarimiz kelib, o'z bilim va salohiyatlarini yanada oshirishga harakat qiladi. Aynan mana shu davlat arbobining qanday ishlar qilganligi va qanday meros qoldirganligiga qiziqib ko'radi. Men ham ana shu qiziquvchilarning safidaman. Har safar Jizzaxga kelganimda aynan mana shu muzeyga bir marotaba bo'lsa ham kirgan va yangidan yangi ma'lumotlarga ega bo'lgim keladi. Ana shunday tortuvchanlik hissiyotiga ega muzeylar. Va shuningdek, mana bu aynan keladiganlar, tashrif buyuruvchilarning o'z dastxatlari bor. Kelgan insonlar o'z taassurotlarini mana shu daftarga yozib qoldirib ketishadi. Bu ham bir insonga o'zgacha bir shukuh bag'ishlaydi. Har kelganimda o'zimning yozganlarimdan keyin qancha insonlarning safi ko'payganligiga guvoh bo'ladiman. Yangidan yangi tashrif buyuruvchilar, xorijiy davlatlardan, butun dunyodan kelgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Biz ham kanalimiz nomidan o'z dastxatimizni qoldirdik. Muzeylarni avloddan avlodlarga qoldirish barchamizning yelkamizdagi mas'uliyatdir. O'ylaymanki, bu mas'uliyatni chin dildan his qilamiz va buni ardoqlab, qadrlab, qanday bo'lsa, shunday holida avlodlarga yetkazishga barchamiz birdek xizmat qilamiz. Shunday emasmi? Azizlar, siz bilan xayrlashmaymiz. Keyingi manzillarda albatta yana ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'ling.